xotirjam hayotga erishish, ya'ni islom lug'atimizda, hadis oyatlarimizda hayatan tayyiba deb ifodalangan. Bu yo'lda to'g'ri mangan mu'minlarga Allohning ato qilgan yaxshi hayot degan bu hukmni biroz aytish uchun musulmon bo'lganligimizning o'zi xotirjam hayotga ega bo'lishga yetmamdi yoki boshqa bir bu yaxshi hayot deganni biroz ochsak ham. Bismillahirrohmanirrohim. Asl to'xtalmoqchi bo'lgan temaga kechga boshlayman. Men bu temada bir oyat ustidan tahlil qilib bormoqchi. Bir oyatni izohlamoqchi. Xo'sh. Bugungi tema. Gerçi bu tema to'g'risida yoki men o'ttirib qo'ymoqchi bo'lgan oyat to'g'risida qanchilgan oyatlar bo'lsa-mu, ammo bir oyatni asos qilib bormoqchi. Qur'on Karimda Alloh taolo "Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba va lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kim iymon aytib turib, birinchi shart, va huwa mu'min. Musulmon bo'lib turib, yaxshi ish harakat qilsa, iymon birinchi shart, ikkinchi shart bu odam hayotida yaxshi ish harakat shug'ullansa, buningdan keladigan natija nimasi? Ma dunyoda hayatan tayyiba deydi. Yaxshi hayot yashaydi. Ko'ngildagidek bir hayot erishadi. Xotirjamlikka erishadi. İnsani fazilati bilan, insani hurmati bilan yashay oladigan aynda bir sharoitga erishadi. Falanuhyiyannahu keskinlik bilan da oshunda bir sharoitga erishtiramiz deb va'da qilyapti. Va lanajziyan am oxirat bo'lgan bo'lsa, qilgan ishi qarta yaxshi ish qilganlik uchun u mukofot, u ayrim bir mukofot. Bu Nahl surasi 97-oyat. Bu oyatga qarasak, Alloh taolo iymon aytgan ve yaxshi ish harakat qilgan musulmonlarga ma dunyoda ko'ngildagidek xotirjam hayot ato qilaman. Oxirat bo'lgan bo'lsa katta mukofot va jannat beraman deydi. Va'dami o'tsa va'da. Bu so'z kimning so'zi? Allohning so'zi. Qaysi bir insonlar, qaysi bir jamiyat, qaysi bir musulmon mushu so'zga amal qilsa, dunyoda ko'ngildagidek xotirjam hayotga erishamiz, erishamiz. Çünkü bu Allah'ın va'disi. Meningki yanımcı kimning so'zi emas. Allah keskinlikni o'ttirga qo'ydi. Endi biz musulmon bo'lsa alhamdulillah, ming yildan musulmon. Yaxshi qilib o'tamdik desa, hammamiz yaxshi qilyapmiz deymiz. Sizlar tashviqotda shug'ullanyapsizlar, men islomni to'g'ri shaklda yetkazman deb nim qilyapman. Biz halol yo'ldan pul topaman deydi. Biz mush millatning ehtiyoji bo'lsa, kuchim yetgan bo'yicha yordamlashay deb dernek kurdu, ölüm alı olgan bolsa, xalq bir to'g'ri yo'l yuzlantiraylik deb o'zligidan shakllanib ish qilyapti. Undan boshqa qarindoshlarimiz ish qilyapti. Musulmonmiz, musulmon. Yaxshi qilib turamiz, yaxshi qilyapmiz. Lekin ijtimoiy hayotimiz, siyosiy hayotimizda zulmdan qutlanmagan uzun zaman bo'ladi. Xo'rliqdan qutlanmagan uzun bo'ldi. Dert alamdan, endişeden, vesvesden qutlanmagan uzun zaman bo'ldi. Bu vaqt çatak neydi? Ya ayet çatak var, ya ki bizde çatak var. İkimiz ayrış lazım. Kur'an-ı Kerim'de iman etsen, yaxshi harakat qilsan, dünyadaki hayatın ko'ngildagidek bo'ladi. Evet. Biz bunu qilsakmi bo'lmaydi. 100 yilning mustamlikadan qutlanmayapmiz. Beşimizni tik turib, odamiyligimiz bilan yashayapmiz. Bu vaqtda ikkimizni chatoqlash lazım. Ya vahiyni xato chiqarishimiz lazım, yoki xatolikni o'zimiz qo'yishimiz lazım. Vahiyda chatoq bormiz, vahiyim chatoq yo'q. Qur'oni Karimning so'zi bu. Buning ma'sum ekanligiga shak yo'q. Unda u vaqtda chatoq bizda bor. Iymon aytib turib, yaxshi harakat qilsakmi o'zimizning gumonicha, yoki o'zimizning tushunsa, hayotimizga dard alam tugmagan bo'lsa, xo'rliq bitmagan bo'lsa, ma mustamlikadan iborat eng razillikdan, nijislikdan qutulanmagan bo'lsa, ya bizning iymonimiz chatoq bor. Yoki amali solih, ish harakat nazariyamizda, ufqimizda chatoq bor. Yoki hayot tayyiba, yaxshi hayot degan nima deb bu dunyo ko'z qarashimiz chatoq bor. Uch narsaning bizda chatoq bor. Bu oyat men amila solihan min zakarin aw unsa degan oyat Qur'oni Karimning bir bütün qisqartılması deyishib bo'lgan oyat. Qur'oni Karimning bütün mazmunlarini o'ziga sig'dirgan, mujassamlashtirgan bir oyat.
insonning falsafa xarakterlik olsun bütün savollarga javob bera oladigan bir oyat. Bu oyat bizni hayot qaytadan bir nazar tashladi. Ma dunyo qarshingda bir Qur'onning ruhiy asosini bir tuzatdi. Yaxshi ish harakat hukmini qayta bir qarab chiqdi. Güzel hayat nimadan iborat bunu bir o'ylandi. Xo'sh. Bu oyat bizni Qur'onga qaytadan qarab chiqishimiz tashabbus qiladi. Qur'onga har qaysi tarafdan aqida tarafidan, ibodat tarafidan, axloq tarafidan, ijtimoiy jamiyatshunaslik tarafidan, siyosat tarafidan, davlat hukumatidan har tarafdan qarab chiqish tashabbus qiladi. Qayta o'ylandi. İzlendi. Dünya qarshini Qur'on tasavvuri asosida belgilab chiqdi. Dünya qarshini Qur'on tasavvuri asosida yakunlab chiqdi. Hayotga to'g'ri muomala qilishning asosini Qur'on asosini oldi. Endi Qur'oni Karimning mush yuqorqi oyat o'ttirib qo'ygan dunyo qarshini tutib mangan insonlar, jamiyat yoki musulmonlar güzel hayat, xotirjam hayat shakllantiradi. Tarixdagi davlatlar musulmonlarning hayoti mustamlik tushib qolishi ilgari. Xo'sh. Pakit, musbakit. Ammo Qur'oni Karimning dunyo qarshini tutib mangmagan, yoki rad qilgan, yoki buni beparvolik qilgan, yoki buni tushungini unutmagan insonlar nima ish qilsin? Ma dunyoda ziyon tortadi bizga o'xshash. Xo'sh. Bu dünya ziyon tortishni ish tugamız yo'q. Oxiratda buning jazosi bor. Ma haqiqatni tutib mangmaganlar musulmon turib ilohiy vahiyga amal qilmaganlikdan oxirat qanchalik jazo qilamiz Xudoyim o'zi bil. Ba'zan ma dunyoda boshqa insonlar ko'rib qolgan xo'rlikni ko'rdik, og'ir jazo ushqudik, oxirat jazoga tortilmaymiz. Men ishonmayman buni. Biz mas'uliyatimizni ado qildikmi, millat sifatida ado qilib, mana javob berish lozim. Nima uchun boshqa insonlar natija qozonadi, nima uchun biz natija qozonmaymiz? Boshqa insonlarga o'xshash ish qildikmi? Boshqa insonlarga o'xshash iymonimizni jonlantirib aktivlashtirdikmi? Aqidamizga sus qarashlar yoki xato ko'z qarashlar yoki kommunistlarning safsat nazariyalarini tamoman tozlandikmi millat nazariyasida? Islom buyurgan davlatchilik nazariyasi, siyosiy nazariya, iqtisodiy nazariya, ijtimoiy nazariyaning amaliyotga urinib qilmadik. Çünkü bu dünya jazo tortib oxirat jazo. O quruq gap. Men ishonmayman bu gapga. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda yana bir oyatda va'adallohu allazina amanu minkum va amilus salat la yastakhlifannahum fil ard. Bu oyatni yuqorqi oyat ta'kidlaydi. Alloh taolo iymon aytgan sharkatning ichida fasodchilik saqlangan, buzg'unchilik saqlangan, xato ideyadan saqlangan yaxshi sharkatlar, solihat bijlam emas. Aqidik tavba emas, ibodat tavba emas, axloq tavba emas. Dunyo hayotida inson tug'ilib o'lgan qadar aqli joyiga bütün hayoti qaysi soda bo'lsin, yaxshi harakatlar shug'ullangan modam nima ish qildi bo'lsa, o'ziga mustaqil xo'ja bo'la oladi. O'zining davlatini o'zi boshqara, la yastaqlifannahum. O'zi hokim bo'la oladi bu odamlar. Bu hokim bo'lishning sharti nima bo'ldi? Birinchisi iymon, jonliq iymon, ikkinchisi dunyoviy xarakterlik, millat muhtoj bo'ladigan davlat taqozo qiladigan, vatan talab qilayotgan bütün yaxshilarni hozirlash. Bu yaxshi faqatlam 4 ta sadaqa bilan bu 5 namoz tugamaydi. Doirasi qag'ir bu. Birozdan keyin kiramiz buni. Kamastaqlafallazmi qilib ilgir bo'lgan ishon buni. Ilgirkilar qilgan deydi. Vali yumakkinanam dinamumlaz irtadalam. Diningni xotirjam yashayolasiz. Din insonning insonligini qo'g'daydigan bir narsa. Din insonni odamdek tutib turadigan bir narsa. Shuning uchun islom dinni qo'llash birinchi o'ringa qo'yaylik. Jonning oldiga qo'yaylik. Ba'zilar jonning oldida deydi, ko'pchilik olimlar jonning oldida turdi deydi. Nima uchun odamni odam qilgan? Nima uchun kommunistlarda odamiylik topqinolmaydi? Nima uchun insonparvarlik degan yahudlarda va xristianlarda yanimizda topqinolmaydi desa, din yo'q mal qiladi. Odamiylik sifat yo'q. Chatoq ashash chiqadi. Mana val yumakkinannahum dinahu Alloh taolo tanlab bergan dinda xotirjam ibodat qila olasan. O shartga amal qilsan. Va la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ma qo'rqincha hozirqi, ma andisha, ma vasvasa, ma dard alamning hammasi tugaydi. Xotirjam hayot keladi. Oyatning hukmi mening so'zim emas. Shart nima bo'ldi? Ya'budunani va la yushriku. Aqida sog'lom ibodat qilish. Iymoni joyida ibodat qilish. Bu iymonni kallasi bilib qo'yib iştüdü emas, yoki mening ko'nglim yaxshi bo'lgandikin bo'ldi emas, ijtimoiy hayotida, siyosiy hayotida, iqtisodiy hayotida, fikriy hayotida, tasavvur hayotidami
aqidaning ro'yi bilan yashay olsa shartmish. Endi qaysi odamlar bu ko'rsatma kelmasa, buning parvosizlik qilsa, oyatning hukmida va man kafara ba'da. Kim buning ishonmasa yoki beparvolik amal qilmasa, buning natijasi faulagun fas. Pas qo'ygan kim dunyoda tatadiqini va buni oxiratda tatadiqini. Xo'sh. Endi biz o'ta ishlaydigan qisqaroq bir gap. Bu oyat 6 turli qoidamizga o'tirib qo'yibdi. Birinchi insoniyat hayoti ya bir jamiyat hayoti deydi qisqartib, bu ayoldan tarkib topadi. Chunki min zakarin aw unsa. İkincisi ayollar ish harakatda bo'lsin, mukofotda bo'lsin, jazoda bo'lsin, hatto Alloh bilan aloqada bo'lib qolsin, o'xshash. Uchinchisi ish harakat ayollarning ish harakati o'rtaqdir. Mukofot va jazoni o'rtaqdir. Ayollar bak jazo olib aksini ustiga kirish qoldi. Unda qay yo'q. Jannatchisi o'xshash ko'rdi. Dozoq kirsimi? Ayollar aloqasi yo'q edi. Ish harakat va ajrlik barobarlik nimani taqozo qilsa, hamkorlashni taqozo qiladi. Masalan, bir oilani misol qilaylik. Men zakarim va unsa. Bir oilada hayotda bir xotirjamlik bo'lsin, ko'ngil rohat bo'lsin, bosh og'riq bo'lmasin, axotlar bir so'qishab qolmay, bir qiyinchilikda bo'lsin, bir chiroyli o'ssin desa, nimalar shart qilyapti? Birinchisi bir iymon bo'lsa. Allohdan qo'rqaydi. Majburiyatni ado qil, o'zining haqqini beradi. Shunga ayoliga zulm qilmaydi. Ayoli bo'lgan bo'lsa, eriga zulm qilmaydi. Ma'u kichik hayotning misoli bo'lgan bo'lsa, endi jamiyat, bir millat, bir davlat, bir vatanga nisbatan millatning hammasida bir hamkorlik holati shakllansa, endi bu hayotda edi. Lekin har birimiz mustaqil podshoh bo'lib olsak, har birimiz o'zimiz xohlagancha yo'lga kirib olsak, hayoti tayyib kelamdi bo'lsa, iymon bo'lsin, amal so'z u kelmaydi. To'rtinchisi, ayollarning har birisi xotirjam bir hayotga, ko'ngildagi bir hayotga erishish uchun har birisi o'zining ustiga tushgan majburiyatni to'liq ado qilish lozim. Kishi ado qilib bu mas'uliyatni ayol kishi qilib qolsa, yoki ayol kishi ado qilib kishi qilib qolsa, yoki jamiyatning bir qismi ado qilib qolgan qismi g'ofil, ya'ni bir jihad yurgan bo'lsa, hayotda bir shakllanmas, u shakllanmaydi. 5-qoida bu oyat bilan ma dunyoda xotirjam yassak, paravan turmush kechirsak, yaxshi hayot kechirsak, oxiratda biz erishmoqchi bo'lgan savobni 1% kamayib o'tmaydi. Oyatning hukmi. Falanuhiyannahu hayatan tayyibatan. Oxirat mukofoti va najziyannahu. Ma dunyoda yaxshi yasa, oxiratda uning savob kamayib ketamish, jannatda bo'lib unday gap yo'q. Oyatning hukmi. 6-si iymon, yaxshi harakat va jamiyat orasidagi hamkorlik, yoki tashkillik harakat qilish bu go'zal hayotning sharti.